3. bab. Bu işlardan keyin Padişah Ağaşveroş Agahning neslidan bo'lgan Hamidatanning o'g'li Hamonning amilini barliq amaldorlarnikidan yuqori o'stirdi. Martaba jihatda Hamon Padişah Ağaşveroşning kaynidila turadi. Ordidagi bütün amaldorlarning hammasi Padişahning buyrug'inidek Hamonning oldidan o'tganda uningga egilib ta'zim qilishadi. Faqat Mordekayla egilmaydi, ham ta'zim qilmaydi. Buni ko'rgan ordidagi boshqa amaldorlar uningdan "Podshoning amriga bo'ysunmaginingiz nemisi?" deb so'radi. Ular Mordekayga bu gapni har kuni deysimu, ammo Mordekay ularning so'ziga quloq solmadi. Mordekay ularga tushundirib, "Men Yahudi, Hamonga ta'zim qilmayman" dedi. Shuning bilan ular Hamonning Mordekayning bu ishiga yo'l qo'ymaydiganligini bilib beqish uchun bu gapni uningga deb qo'ydi. Hamon Mordekayning uningga egilib ta'zim qilmaganligini ko'rib, intayin g'azablandi. U yana Mordekayning Yahudi ekanligini bilishi bilan yolg'iz Mordekayning o'zini jazolash ozlik qildikan deb qaridi. Shunga u Ağaşveroş imperiyasidagi bütün Yahudilarni, ya'ni Mordekayning o'z xalqini qirib tashlashni planladi. Ağaşveroş imperiyasining 12-yili 1-oyda, ya'ni Nisan oyida bu planning amalga oshirilishiga bir kunning belgilanishi uchun Hamonning oldida pur, ya'ni chak tortildi. Purda 12 oyning, ya'ni Adar oyining 13 kuni, taxminan 1 yildan keyingi vaqt chiqdi. Ondan Hamon Padişah Ağaşveroşqa imperiyalarning hamma o'lkalariga chechilib ketgan shundoqla yaşaydigan bir xalq bor. Ularning qonunlari boshqa xalqlarning qonunlariga o'xshamaydi. Ular imperiyamizning qonunlariga bo'ysunmaydi. Ularning yashashiga yo'l qo'yish imperiyamizning manfaatiga foydasizdir. Agar oliylari xohlasizlar, ularni yo'qotish uchun maktub yozdirg'aylar. Men imperiyamizning ma'muriy xarajati uchun g'aziniga 360 ming kilo kumush topshirishga kafolatlik qilaman, deb ma'lum qildi. Shuning bilan podshoh qo'shilganligini bildirib, o'zining muhrlik uzukini Yahudilarning dushmani bo'lgan Agahning naslidan bo'lgan Hamidatanning o'g'li Hamonga berdi. Podshoh uningga: "Bu kumushlar o'zingga qolsin. O xalqni qandoq qilaman desang, shundoq qil", dedi. Shunga 1-oyning 13-kuni Hamon podshohning putukchilarini yig'ib, imperiyaning hamma o'lkalardagi raislari, baglari va oliy amaldorlarga qarata maktub yozdirdi. Maktublar har bir o'lka xalqining o'z til yoziqida bo'lib, ular podshohning nomida yozildi. Shundaqla ularga podshohning muhrlik uzuki besildi. Maktublar choparmanlar orqali podshohning qo'l ostidagi hamma o'lkalarga avatildi. Maktublarda 12-oyning, ya'ni Adar oyining 13-kuni Yahudilarning qeri yosh, ayol, bolajoqlarining hammasi bir kun ichida qirilsin, o'ltirilsin, yo'q qilinsin, mol-mulklari talon-taroj qilinsin deb yozilgan edi. Hamma odamning shu kuni tayyor bo'lib turishi uchun maktubning ko'chirma nusxasi har qaysi o'lkalarda farmon bo'lib, hamma fuqarolarga oldin e'lon qilinmoqchi bo'ldi. Podshohning amriga binoan mazkur farmon Suza qalasida e'lon qilindi. Choparmanlar farmonni darhol har qaysi o'lkalarga elib berishdi. Bu vaqtda podshoh bilan Hamon buni tabriklash yuzasidan sharob ichishga o'ltirdi. Suza qalasi bo'lsa besaramjonlikda qoldi.